qilinadi. Agar bu o'tkir koronar sindrom S elevatsiyasi bilan ketayotgan bo'lsa, 10.000 единица, 10.000 единица geparin. 10.000 единица geparin bu ampulada 2 ml bo'ladi. 10.000 единица geparinni qilishimiz kerak bo'ladi. Natriy xlor bilan birgalikda. Natriy xlor 8.0. Bu ham vena ichiga yuboriladi. Antikoagulant terapiya qilinadi va undan keyingi etapimiz bizda reanimatsion brigadaga ushbu bemorni topshirish bo'ladi. Demak, keyingi etapimiz 13-chi etap reanimatsion brigadaga ushbu bemorni topshirish. O'zi aslida mana bu yerda EKGda ST segment elevatsiyasi aytildimi, aniqlandimi? O'tkir koronar sindrom tasdiqlandimi? Shu paytni o'zida mana bu yerda 6 qilib qo'ydim. 6.13. Shu paytni o'zida reanimatsion brigadaga shifokor xabar berib qo'yib, mana bu taktikani davom ettirishi kerak bo'ladi. Hop, reanimatsion brigada keldi. Odatdagi brigada, reanimatsion brigadaga bemorni topshirgandan keyin reanimatsion brigada oksigenoterapia, ya'ni kislorod ulangan holatda bemorni shifoxonaga zudlik bilan gospitalizatsiya qilishi kerak bo'ladi. Ya'ni keyingi etapimiz bu gospitalizatsiya hisoblanadi. Agar shifokor bemorda o'tkir koronar sindrom boshlanganiga hali 1 soat bo'lmagan bo'lsa, bemorda trombolizis amaliyotini reanimatsion brigada amalga oshirishi kerak bo'ladi. Trombolizis degani nima degani? Trombolizis shu koronar qon tomirida hosil bo'lgan trombni eritish jarayoni hisoblanadi. Trombolizis qilishdan maqsad koronar qon tomiri shikastlangandan keyingi zararlanish maydonini, ya'ni yurakdagi zararlanish maydonini maksimal kichraytirish va qon aylanishini tezroq tiklash hisoblanadi. Hop, demak, trombolizis terapiya qanday amalga oshiriladi? 1,5 million единица, 1,5 million единица reanimatsion brigadada bo'ladi. Streptokinaza degan trombolitik terapiya modda bor. Streptokinazani 100 ml natriy xlorga qo'shib tomchilatib yuboramiz. 1,5 millionda 100 ml natriy xlorga qo'shib tomchilatib yuboramiz. Bu reanimatsion brigada gospitalizatsiya qilish vaqtida amalga oshiriladi. Ya'ni reanimatsion brigada bemorni olib ketayotgan vaqtda shifoxonaga trombolizisni birgalikda amalga oshirib ketadi. Agar olib boradigan shifoxonasida koronar angiografiya va stentlash amaliyoti uchun sharoit yetarli bo'lsa, trombolizis terapiya qilinmaydi va zudlik bilan koronar angiografiya